Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar va qadrli nafaqaxo'rlar. Bugun siz ushbu videodan nafaqangizga qo'shib berilishi shart bo'lgan va ko'pchilik bilmagan 3 million so'm mablag'ni qanday qilib o'zlashtirishingiz mumkinligini to'liq va aniq bilib olasiz. Bu shunchaki va'da emas, bu sizning qonuniy haqqingizni himoya qilish uchun aniq yo'l yo'riq. Yashirin qaror fosh bo'ldi deganimizda hech qanday mubolag'a yo'q. Ha, bugun biz siz bilan jamoatchilikka oshkor etilmagan, lekin sizning pensiya ta'minotingizga bevosita ta'sir qiluvchi bir muhim huquqiy hujjat va uning amaliy ahamiyati haqida batafsil gaplashamiz. Tasavvur qiling, siz butun umringizni shu vatan ravnaqi uchun bag'ishladingiz. 20, 30, hatto 40 yildan ortiq vaqt mobaynida tinimsiz mehnat qilib, og'ir sharoitlarda ishladingiz, bolalaringizni o'qitdingiz, uyingizni qurdingiz, davlatga soliq to'ladingiz. Balki siz gisht teruvchi bo'lgandirsiz, balki o'qituvchi, shifokor, injener, cho'pon yoxud dala ishlari bilan mashg'ul bo'lgan mehnatkash ayol bo'lgandirsiz. Har biringizning o'z qahramonlik hikoyangiz bor. Har bir yiggan tangangiz, har bir tokkan teringiz shu davlatning poydevoriga gisht bo'lib terilgan. Lekin afsuski bu fidokorona mehnat yillari ko'pincha yetarli darajada qadrlanmayapti. Ko'pchilik nafaqaxo'rlarimiz pensiya hisob-kitoblarida qandaydir noaniqliklar borligini sezadi, ammo qayerga murojaat qilishni, nima qilishni bilmaydi. Axir bu adolatdanmi? Bir umr ter to'kib ishlagan inson, umrining oxirida o'z haqqini talab qila olmasa, unga qonun bo'yicha tegishi kerak bo'lgan mablag'ni qo'lga kirita olmasa. Bu haqiqatdan ham katta adolatsizlik. Bu faqat birgina moliyaviy muammo emas, balki bu sizning qadr-qimmatingizga bo'lgan hurmatsizlikdir. Esingizdami, qanday qilib 25 yoshdan beri, balki undan ham oldinroq bir korxona yoki fermer xo'jaligida tinimsiz ishlaganingiz? Sizning mehnat daftarchangiz sahifalari sizning sharafli mehnatingiz haqida gapirib turibdi. Endi esa mana shu mehnat haqqingizni to'liq olish vaqti keldi. Ushbu videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, chunki bugun sizga aynan mana shu 3 million so'mga teng bo'lgan yashirin pensiya qo'shimchasini qanday olish bo'yicha aniq yo'l yo'riqlar beraman. Menga aytingchi, qaysi sohada eng uzoq muddat ishlagansiz va bu ish sizga qanday qiyinchiliklar tug'dirgan? O'zingizning mehnat stajingizni sharhlarda yozib qoldiring. Har biringizning hikoyangiz biz uchun qadrli va boshqalarga o'rnak bo'lishi mumkin. Bu sizning mehnatingiz, sizning haqqingiz. Hurmatli do'stlar, ushbu mavzu juda muhim va dolzarb bo'lgani sababli bunday qimmatli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga hoziroq obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishingizni so'rayman. Zero, pensiya qonunchiligidagi o'zgarishlar tez-tez bo'lib turadi va biz har doim sizni eng so'nggi va ishonchli yangiliklardan xabardor qilib boramiz. Bizning kanalimizda siz faqat to'g'ri, amaliy va qonuniy maslahatlarni topasiz, chunki sizning huquqlaringiz himoyasi bizning asosiy vazifamiz. Keling, avval vaziyat qanday bo'lganligini tushunib olaylik. Ilgari ko'pchilik pensiya hisob-kitoblari ma'lum bir standartlarga asosan amalga oshirilar edi. O'sha paytda mavjud bo'lgan qonunchilikka ko'ra, nafaqaxo'rning mehnat staji va o'rtacha ish haqi asosiy mezon hisoblanardi. Biroq bu tizim har doim ham to'liq va adolatli ishlayvermasdi. Ba'zi kategoriyadagi fuqarolarning mehnat staji to'g'ri hisobga olinmasdi. Ba'zi bir qo'shimcha ish haqlari yoki imtiyozlar e'tibordan chetda qolardi. Bu holat ayniqsa Sovet davrida ishlagan fuqarolarda ko'p uchrar edi. O'sha paytdagi hujjatlashtirish tizimi, arxiv materiallarining yetishmasligi yoki ularning noto'g'ri saqlanishi sababli ko'plab insonlarning mehnat staji to'liq tan olinmasdi. Ish daftarchasida yozilgan har bir kun, har bir oy, har bir yil aslida sizning pensiyangizga qo'shilishi kerak bo'lgan summani tashkil qiladi. Lekin ba'zida kichik xatolar, ba'zida esa pensiya jamg'armasi xodimlarining e'tiborsizligi tufayli bu summalarning bir qismi hisoblanmay qolardi. Shuning uchun ham ko'pchilik mening pensiyam kamroq, men ko'proq ishlaganman-ku degan shikoyatlar bilan murojaat qilar edi. Bu faqat his-tuyg'ularga emas, balki qonuniy asosga ham ega bo'lgan shikoyatlar edi. Bugungi kunda esa vaziyat biroz o'zgargan. Qonunchilikka kiritilgan songa o'zgarishlar va aniqlashtirishlar ba'zi pensiya turlarida va hisob-kitoblarda yangi imkoniyatlarni ochib berdi. Ayniqsa ba'zi bir yashirin qoidalar, o'zgartirishlar, afsuski ommaviy axborot vositalarida keng yoritilmagani sababli ko'pchilik pensionerlar bundan bexabar qolmoqda. Bu aynan o'sha 3 million so'mga teng bo'lgan qo'shimcha mablag'ni olish imkoniyatini beruvchi normalardir.
Bu imkoniyat ayniqsa ma'lum bir sanoat tarmoqlarida, og'ir va zararli mehnat sharoitlarida ishlagan shaxslar uchun dolzarbdir. Ular uchun koeffitsiyentlar yoki stajga qo'shimcha ravishda hisoblanadigan kunlar va oylar mavjud bo'lishi mumkin. Ammo bu haqda yetarlicha ma'lumot berilmayapti. Xo'sh, qaysi kategoriyadagi nafaqaxo'rlar xavf zonasida turibdi va qaysilari uchun pensiya oshirilishi mumkin? Xavf zonasida asosan o'z mehnat daftarchasidagi yozuvlari to'liq bo'lmagan, ba'zi davrlarda ish haqi ma'lumotlari yo'qolgan yoki to'liq saqlanmagan shaxslar turadi. Shuningdek, qishloq xo'jaligida, qurilishda, transportda yoki boshqa og'ir sharoitlarda ishlagan, ammo bu haqda hujjatlarda aniq ko'rsatilmaganlar ham. Ularning staji yoki ish haqi noto'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin. Aksincha, pensiya oshirilishi mumkin bo'lganlar qatoriga asosan ushbu yashirin qaror ta'sir doirasiga tushadiganlar kiradi. Bular avvalo 30 yildan ortiq stajga ega bo'lgan ayollar, 35 yildan ortiq stajga ega bo'lgan erkaklar. Shuningdek, maxsus mehnat sharoitlarida ishlaganlar, masalan, shaxtalarda, kimyoviy ishlab chiqarishda, yuqori haroratli sexlarda yoki boshqa sog'liqqa zararli bo'lgan muhitda mehnat qilganlar. Qolaversa, ayrim hollarda bolalikdan nogironligi bo'lgan farzandlarni parvarishlagan onalarga ham qo'shimcha imtiyozlar berilishi ko'zda tutilgan. Ba'zi hollarda bu qonuniy o'zgarishlar pensiyani qayta hisoblash imkoniyatini beradi. Bu esa sizning oylik nafaqangizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Pensiya bu shunchaki oylik pul emas. Bu sizning yillar davomidagi fidokorona mehnatingizga berilgan baho. Bu sizning yoshi ulug'lik davringizdagi osuda hayotingizning kafolati. Shuning uchun har bir tiyinni o'z o'rnida olishga haqlisiz. Bu yerda men har biringizga savol bilan murojaat qilmoqchiman. Sizningcha, davlat o'z fuqarolarining yillar davomidagi mehnatini yetarlicha qadrlayaptimi? Pensiya tizimi adolatli ishlayaptimi? O'z fikrlaringizni va boshdan kechirgan tajribalaringizni sharhlarda yozib qoldiring. Sizning har bir fikringiz muhim va boshqalar uchun foydali bo'lishi mumkin. Xo'sh, bu vaziyatdan qanday chiqish mumkin? Ya'ni pensiyangizga qo'shilishi kerak bo'lgan 3 million so'mga teng bo'lgan ushbu mablag'ni qanday olish mumkin? Bu jarayon bir necha bosqichdan iborat bo'lib, har bir qadamni diqqat bilan bajarishingizni tavsiya qilaman. Birinchi qadam: barcha mavjud hujjatlaringizni to'plang. Bu birinchi navbatda mehnat daftarchangiz, diplomlaringiz, agar bo'lsa, nikoh guvohnomasi, agar ismingiz o'zgargan bo'lsa, pasportingiz va pensiya guvohnomangiz. Agar siz maxsus sharoitlarda ishlagan bo'lsangiz, masalan, zararli ishlab chiqarishda, ushbu mehnat sharoitlarini tasdiqlovchi barcha hujjatlarni, masalan, ma'lumotnomalar, buyruqlar nusxalari ham topishingiz kerak. Hatto ish joyingizdagi arxivdan olingan eng kichik ma'lumotnoma ham juda muhim bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam: mahalla fuqarolar iginida yoki arxiv muassasalarida o'zingizning mehnat stajingizni tasdiqlovchi qo'shimcha hujjatlarni izlang. Ba'zida ish daftarchasida yozilmagan, lekin faktik ravishda mavjud bo'lgan ish davrlari mavjud bo'lishi mumkin. Masalan, kolxozlarda, sovxozlarda ishlagan ayollar uchun guvohlar ko'rsatmasi yoki mahalla komitetidan berilgan ma'lumotnomalar ham ba'zi hollarda stajni tasdiqlashi mumkin. Uchinchi qadam: barcha hujjatlaringiz bilan yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Ayni paytda siz nafaqangizni qayta hisoblab chiqishni talab qilib, ariza topshirishingiz kerak. Arizada pensiya qonunchiligidagi so'nggi o'zgarishlar va sizga qo'shib berilishi kerak bo'lgan 3 million so'mga teng bo'lgan mablag'ni nazarda tutuvchi normativ hujjatlarga tayanishni unutmang. Aynan qaysi qonun va qaror ekanligini bilish uchun kanalimizdagi boshqa videolarni ham ko'rishingiz mumkin. Chunki bu ma'lumotlar ochiq e'lon qilinadi, ammo ko'pchilik e'tibor bermaydi. Shuningdek, ariza nusxasiga kiruvchi raqam qo'yishni yoki pochta orqali yuborayotgan bo'lsangiz, xatni ro'yxatdan o'tkazilgan tarzda yuborishni unutmang. Bu sizning murojaatingiz rasman qabul qilinganligini tasdiqlaydi. To'rtinchi qadam: agar pensiya jamg'armasi xodimlari sizning arizangizni ko'rib chiqishdan bosh tortsa yoki norasmiy javob bersa, siz yuqori turuvchi organlarga murojaat qilishingiz kerak. Bu holatda Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasi respublika boshqarmasi, O'zbekiston Respublikasi prezidenti virtual qabulxonasi yoki Adliya vazirligining hududiy bo'limlariga yozma ravishda murojaat qilish huquqiga egasiz. Sizning huquqlaringizni himoya qilish uchun yozma murojaat qilish juda muhimdir. Agar sizga huquqiy yordam kerak bo'lsa, tajribali advokatga murojaat qilishdan tortinmang.
Ko'pchilik pensiya yoshidagi fuqarolarimiz advokat xizmatiga pul sarflashni istamaydi, lekin ba'zida bir martalik sarmoya sizga kelajakda bir necha million so'mlik foyda keltirishi mumkin. 5-qadam. Ushbu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin. Sabrli bo'ling va o'z haqqingiz uchun kurashishdan to'xtamang. Qonun sizning tomoningizda, faqat sizning huquqlaringizni bilishingiz va ulardan foydalanishni bilishingiz kerak. Unutmang, bu 3 million so'm shunchaki raqam emas. Bu sizning yillar davomidagi mehnatingizning, qiyinchiliklaringizning va fidokorliklaringizning ramzi. Bu sizning pensiya ta'minotingizga qo'shib berilishi shart bo'lgan, sizga tegishli bo'lgan haqqingizdir. Buni olish uchun harakat qilishingiz kerak. Sizga qo'shib berilishi kerak bo'lgan 3 million so'm mablag'ni olishga tayyormisiz? Yoki siz ham shuncha yillar mehnat qilib, o'z haqqingizdan voz kechasizmi? Javoblaringizni sharhlarda kutib qolamiz. Hurmat bilan, sizning huquqiy maslahatchingiz.